Ko'pchilik operatorlar podkast, intervyu, har xil tadbirlar syomka qilayotganda bitta narsaga e'tibor berishmaydi. Bu kamerani o'chirib, ya'ni rekini o'chirib yoqqandagi ovozi. Bu juda ham odamlarni chalg'itadi va kameraga odamlarni e'tiborini qaratadi. Misol uchun podkast, intervyularda suhbatdoshi, ikkita suhbatdosh yoki umuman gapirishayotgan odamlarni e'tiborini chalg'itadi va suhbatdan chalg'ib ketishi mumkin. Umuman kameraga e'tibor berib qolishi mumkin. Kamera borligini his qilgandan keyin o'zini noqulay his qiladi, hayajonlanadi va intervyuni sifatiga ham ta'sir qilishi mumkin bo'ladi. Buni esa juda ham oson hal qilish mumkin. Atigi menyuga kirasiz va u yerdan sound option bo'limini topib turib, u yerdan sound, ya'ni ovozni o'chirib qo'yasiz va tamom. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.